Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsızlı qıtanlar ekranımız olsun. Interpol Xitoyning tutish buyrug'ini qalaymaqan ishlatishiga yo'l qo'yganligi sababli tanqidlandi. Xalqaro saqchi tashkiloti Interpol qurilganligining 100 yilligini xotirlash yig'inida Interpol Xitoy bilan Rossiyaning qizil ranglik tutish buyrug'ini qalaymaqan ishlatishiga yo'l qo'yganligi sababli tanqidlandi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika muavin adliya ministri Lisa Monaco dushanba kuni o'tkazilgan Interpol qurilganligining 100 yilligini tabriklash faoliyatida so'z qilib, Interpolning terrorlikqa qarshi turish va odam atkaschiligiga qarshi yangi tipdagi yer shari tahdidga taqobil turishdagi rolini maqtagan. Xotirlash faoliyatiga Interpolning yuqori darajalik amaldorlari, shundaqla Amerika Davlatlik Markaziy istixborot idorasi, Adliya ministrligi va Interpolni boshqaradigan Davlat bexatarlik ministrligining yuqori darajalik amaldorlari qatnashgan. Bildirilishicha, xalqaro saqchi tashkiloti Interpolga 195 davlat a'zo bo'lib, belgilama bo'yicha a'zo davlatlar qizil ranglik tutish buyrug'i tarqatishni talab qilish huquqi bor ekan. Uningdan boshqa tashkilotning mustaqil hujjat kontrol qilish komiteti bor bo'lib, bu komitet sistemadagi talash tartish bo'lgan qizil ranglik tutish buyrug'i va boshqa ogohlantirishlarni o'chirishga mas'ul ekan. Komitet a'zolari ko'pincha advokatlardan tarkib topgan bo'lib, a'zo davlatlarning huquqni qalaymaqan ishlatish ahvolini nazorat qiladi. Mazkur komitetning moslashib xizmat qilish tirishchanligiga qaramay, Rossiya, Xitoy qatorliq davlatlar yaqinqi yillardan buyon Interpolning ogohlantirish va qizil ranglik tutish buyrug'i sistemasini siyosiy maqsadda qalaymaqan ishlatgan deb ayblangan. Murosimda so'z qilgan Interpolning boshlig'i Jurgen Stok Interpolning navbatda kuchli holatda ekanligini bildirgan. Tanqidchilar Interpolning diktator hokimiyatlarining Interpol sistemasini qalaymaqan ishlatishini to'sib qololmaganligini bildirgan. Uyg'ur yosh İdris Hasanning 2021-yili Marokashda tutqun qilinish sababi Xitoy bo'lib, ayni vaqtda Interpol Xitoyning talabiga asosan chiqargan tutish buyrug'i sababli İdris Hasan Marokash doiralari tomonidan tutqun qilingan. Xitoy Savdo ministrligi Yaponiyaga norozilik bildirdi. Yaponiya hukumati 23 may yerim o'tkazgich yasash uskunalarini eksport qilishni boshqarish tadbirini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy Savdo ministrligi bu tadbirga norozilik bildirdi. Xitoy aloqatorining xabarida bildirilishicha, Yaponiya hukumati 23 xil yerim o'tkazgich yasash uskunasiga qaratilgan eksport qilishni boshqarish tadbirini rasmiy o'tirg'a qo'yib, Xitoyning cheklash doirasiga kiradiganligini bildirgan. Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi Yaponiyaga norozilik bayonoti e'lon qilib, Yaponiya hukumatining eksport qilishni boshqarish tadbirini qalaymaqan ishlatib, erkin savdo va xalqaro iqtisod savdo qoidasiga ig'ir xiloflik qilganligini, Xitoyning buningga qarshi turadiganligini bildirgan. Bayonotda yana Xitoyning Yaponiya hukumatiga orqa-orqadan buningga aloqador fikrlarni sunganligi, hatto Yaponiyadagi ba'zi soha tashkilotlari va korxonalarmo turli shakllar orqali kelgusidagi aniqsizlikqa bo'lgan andisini ifodalaganligi, biroq Yaponiya hukumatining fikr takliflarini qabul qilmaganligi, bu ahvolning Xitoy Yaponiya korxonalarining manfaatiga ig'ir ziyon yetkazadiganligi, yer shari yerim o'tkazgich kasb qurilmasiga buzg'unchilik qiladiganligi, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligi va muqimligiga zarb beradiganligi qayd qilinib, Yaponiyaning bu xil xato usulni darhol tuzitib, aloqador tadbirlarning ikki taraf yerim o'tkazgich kasbining normal hamkorligi va taraqqiyotiga to'sqinlik qilishidan saqlanishi kerakligini da'vo qilgan. Xitoy fursatdan foydalanib dengizdagi tajovuzchilik harakatini kengaytmoqda. Vyetnamning Janubiy dengizda Xitoy va Filippin paraxodlarining harakatlarini tanqid qilishi talash tortishdagi dengiz masalasida xalqaroning diqqatini qo'zg'adi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Vyetnamning Janubiy dengizda Xitoy bilan Filippin paraxodlarining rayondagi harakatlarini tanqid qilishi Vyetnamning dengiz okeandagi ig'dorchilik masalasida yanada qattiq pozitsiyada ekanligini ko'rsatib bergan. Filippin Amerika bilan Filippinning yaqindan buyongi hamkorlik munosabatining cho'nqurlashishiga ergashib, o'zining egilik huquqi borligini talab qilayotgan rayonda laylimi belgi qo'yib, egilik huquqini qo'g'daydiganligini qaror qilgan edi. Ammo Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi fikr ixtilofi sababli Beijing Janubiy dengizdagi tajovuzchilik harakatlarini kengaytgan. Reuters agentligining 18 maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoy paraxodlari yaqinqi kunlarda Xanoy doiralarining maxsus iqtisodiy rayonida Vyetnam paraxodlari bilan bir qancha qatim do'qurishib qolgan. Mutaxassislar Xitoy paraxodining tekshirish harakati bilan shug'ullangan bo'lishi mumkinligini aytsimi,
Ammo qarshi tarafga oldin uqtirilmagan bu xil tekshirish odatda dushmanlashish deb qaraldi ekan. Vyetnam tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Pham Tu Khang muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy paraxodi Vyetnamning egilik huquqiga daxli ta'ruz qildi. Vyetnam o'zining huquqini qo'g'dash uchun muvofiq tadbir qo'llandi degan. Ma'lum bo'lishicha, Vyetnam uzundan buyon Janubiy dengizdagi egilik huquqi talash tortishi masalasida Xitoyga qarshi eng ching turgan davlatlarning biri ekan. Yevropa Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlashni tezlashtirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Yevropa davlatlarining 20 martdan buyon Ukrainaga 220 ming zambirak o'qi va 1300 boshqariladigan bomba berganligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Josep Borrell Yevropa Ittifoqi davlatlarining davlat mudofaa ministrlarini bir yerga jam qilgan yig'indan keyin muhim bayonotlarni e'lon qildi. U Ukraina talab qilgan qurol-yarog' va o'q-dorilarni berish uchun Yevropa Ittifoqi 20 mart qabul qilgan 3 bosqichlik planning eng yangi ahvoli ustida to'xtalib, bu ramkada hozirgacha Ukrainani 220 ming zambirak o'qi va 1300 dona boshqariladigan bomba bilan ta'minlaganliklarini, bu jarayonning 31 mayda oxirlashadiganligini bildirdi. U ikkinchi bosqich sifatida plan qilingan o'rtaq setib olish uchun 1 milliard yevrolik tadbirning 800 millionlik qismining hozirning o'zida kapolatga ega qilinganligini eskartib, 8 davlatning bu masalada o'z orzusini ifodalaganligini qayd qildi. Ammo bu davlatlarning ismini oshkorlamadi. U Yevropa Ittifoqining hozirgacha Ukrainaning 20 mingdak askarni tarbiyalaganligini, bu raqamning yil oxiridan boshlab 30 mingga chiqadiganligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi 20 martda 3 bosqichli qarorni qabul qilgan bo'lib, 1 milliard yevrolik moliya planini tasdiqlagan edi. Yevropa Ittifoqi komiteti 3-may Yevropa mudofaa sanoatining iqtidorini kuchaytirish uchun o'q-dori ishlab chiqarish qonun taklifini sungan. Bu doirada Yevropa Ittifoqi xomchotidan 500 million yevro ajratilganligi e'lon qilingan edi. 3 bosqichli qaror Yevropa Ittifoqi davlatlarining yil oxirigacha Ukrainaga 1 million zambirak o'qi avatish uchun o'rtaq ta'minlash ishlarining sur'atini tezlashtirishni maqsad qilmoqda. Yevropa Ukraina uchquvchilariga F-16 kurashchi aeroplani ishlatishni o'rgatishga boshladi. Yevropa Ittifoqi tashqi munosabatlar va xavfsizlik siyosatlari oliy vakili Josep Borrell Polsha qatorliq bir qancha davlatda Ukraina uchquvchilarini F-16 kurashchi aeroplanlarini ishlatish bo'yicha mashqlantirishning boshlanganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Josep Borrell Yevropa Ittifoqi davlatlari mudofaa ministrlari yig'iniga kirishdan ilgari matbuotga bayonot berdi. Yevropa Ittifoqi davlatlari mudofaa ministrlari yig'iniga kirishdan ilgari matbuotga bayonot berib, nihoyat Ukrainalik uchquvchilarni F-16 kurashchi aeroplani ishlatish bo'yicha tarbiyalashning boshlaganligidan xushalman degan Borrell, buningga vaqt ketadiganligini, ammo qancha tez tamomlansa shuncha yaxshi bo'ladiganligini aytdi. Borrell mashqning bir qancha davlatda boshlanganligini, u davlatlarning birining Polsha ekanligini bildirdi. O'tgan hafta Yaponiyada o'tkazilgan 7 davlat guruhi boshliqlari yig'inida F-16 kurashchi aeroplanlarining Ukrainaga berilishining yo'li ochilgan edi. Amerika davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi brigada komandiri Patrick Ryder kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida 4-oyda chaqirilgan Ukraina mudofaa aloqalash guruhi yig'indan keyin nurg'un davlatlarning Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austinga Ukrainalik uchquvchilarni F-16 kurashchi aeroplanlarini ishlatish bo'yicha tarbiyalash uchun ijozat berishini talab qilganligini eskartib, bu talabning davlat bexatarlik kengashida birda qo'llashga erishganligini bildirdi. Ryder yana 7 davlat guruhi boshliqlari yig'indan ilgari Austinning bu masalani Amerika prezidenti Joe Bidenga yetkazganligini eskartdi. Patrick Ryder mashqni tamomlab aeroplanlarni Ukrainaga topshirib berishning vaqt jadvalining bor yo'qligi to'g'risidagi bir savolga Ukrainani F-16 mashqi va aeroplanlar bilan ta'minlash uzun muddatlik bir va'da bo'lib, mo'ljallanayotgan qaytirma hujum bilan uning hech qanday munosabati yo'q deb javob berdi. Sudanda bir haftalik urush to'xtatildi. Saudiya Arabiston va Amerika murassachilik qilgan muzokaralar natijaga erishdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Saudiya Arabistonning Jiddi shahrida Sudan armiyasi bilan harbiy tez qo'llash atriti o'rtasida imzolangan urush to'xtatish kelishimi shu yer vaqti kech soat 21 dan 45 da kuchga ega bo'ldi. Taraflar poytaxt Xartumning har qaysi rayonlarida urush to'xtatishga bir qancha soat qolganda ig'ir va yirik tipli qurollar bilan o'zaro to'qinishdi. Urush to'xtatish yo'li qo'yilgan turuqliq ba'zi rayonlarda to'qinishlar davomlashmoqda.
Sudan Doktorlar Uyuşması taraflar o'rtasida 15 aprel boshlangan to'qinishlarda hozirga qadar 863 fuqaroning qazo qilganligini, 3531 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Sudan armiyasi ilgari qo'llagan, ammo mustaqil va parallel armiyaga o'xshash harakat qilganligi sababidan tahdid deb qaragan harbiy tez qo'llash atritining 2 yil ichida davlat armiyasiga to'liq qo'shib etilishini talab qilgan. Ammo tez qo'llash armiyasi bo'lsa, xalq hukumatı qurilib, taxminan 10 yilga so'ziladigan bosqichda buni qabul qila oladiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu ig'zoki to'qinish jiddiylashgan va 15 aprel atiganda poytaxt Xartum hamda boshqa shaharlarda taraflar o'rtasidagi qurolliq to'qinishga aylanib ketgan edi. Harbiy tez qo'llash qismi 2019-yildagi siyosiy o'zgarishda ag'dirilgan prezident Ömer al-Bashir davrida Darfurda isyonchilarga qarshi turish, chegarani qo'g'dash va tartibni saqlash uchun xalq askarlari sifatida qurilgan edi. 2013-yili bexatarlik va istixborot tashkilotiga bevosita qaraydigan bo'lgan. Ondan texmi mustaqil qurilmaga va necha 10 ming a'zoga ega bo'lgan edi. Fransiyada bir qism davlat ichi aeroplan uchishlari cheklandi. Fransiya rasmiy gazetida e'lon qilingan qarorga asoslanganda davlat ichida poyezd bilan qatnashga bo'ladigan 2,5 soatga yetmaydigan davlat ichi aeroplan uchishlari cheklangan. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Fransiyada 2,5 soatga yetmaydigan davlat ichi aeroplan uchishlari cheklamasining 3 yil bo'yicha kuchga ega bo'ladiganligi bildirildi. Qatnash ministri Clement Bion yozim bayonotida bu qaror bilan Nantes, Bordeaux, Lyon va Parij Orly o'rtasidagi navbatchi aeroplanlarning cheklanganligini bildirdi. Clement Bion bu qarorning zaharlik gaz quyib berish nisbatini azaytish siyosati uchun tunji qadam bo'ladiganligini tilga oldi. Fransiya ministri bu qadamning dunyoda bir yangilik bo'ladiganligini bildirib, buning hukumatning zaharlik gaz quyib berish nisbati oz bo'lgan qatnash vositalariga ilhomlantirish siyosatiga mos keladiganligini ta'kidladi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunaqla bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.